Assalomu alaykum Sopol milliy uzib obunachilari va kuzatuvchilari. Mehrob gulli yo'nalishdagi dizayn bilan ishlangan sopol to'plamlarimiz xudo xolasa tayyor. Dasturxonlaringni ajoyib tarzda bezatadigan qo'lishi. To'plamimiz ichida 12 kishilik ichida 2 dona ajoyib ishlangan choynagi bo'ladi. Mana do'stlar ko'rib qo'yishlaring mumkin xudo xolasa. Go'zal ajoyib ishlangan va kosasiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Suyuq ovqatlarga juda ajoyib tarzda xudo xolasa go'zal bo'lgan. Bitta 1 kishilik 12 dona 1 kishilik tarelkasi bo'ladi. Oshlarga va qo'y ovqatlarga ajoyib ishlanadi xudo xolasa. Mayda piyolasidan 12 dona bo'ladi. 12 dona 15 sm tarelkachasidan ham do'stlar bo'ladi. 2 dona o'rtada kattagina chanqoq bo'ladi. Bitta etajerkasi bo'ladi. Bonusiga bitta 2 dona salfetnicasini ham qo'shib beramiz do'stlar. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar va 8 dona avalnisi bo'ladi. Avalni ham xudo xolasa mana salat har xil nimalarga ishlasa bo'laveradi va 8 dona kvadrat bo'ladi xudo xolasa do'stlar. Do'stlar, agar ijodlarimiz yoqsa, manzur kelsa, bizga qo'rqmasdan murojaat qilasizlar. 100% qo'l ishida ishlangan sopol to'plamlar. 2 dona oshga lagani ham esimizdan chiqib qolmasin. Bunisi ham bor, kattagina mehmonlar kelganda oshni bezatadigan va dasturxonni ham bezatadigan ijodlar. Sopol milliy uzudi doimo xizmatda, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa biz xizmatdamiz.